Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana sizlarga Rishtonni qoq sentrdan, Gideta oromchoyxonadan 50 metr yurganimizda shu 3-xonamiz o'ng qo'ldagi sotuvga qo'yapmiz. Ulgurib qolinglar, rosa zo'r lokatsiyada. Hozir men sizlarga obzorini qilib beraman. Mana mahallada aholi yashaydi. Kirganimizda uzun darvozaxona, 2-3 ta mashinaga joy bor. Bu hovlimiz 7 sotixdan iborat bo'lib, mana chap tomonda 2 ta xonasi, o'ng tomonda mehmonxonamiz. Shinamgina chiroyli qilib qo'yishibdi. Sirazi chiqamiz, hovlida zeleniy ограждение gullar ekib, bu tomonimizda kuxnya, gaz, suv, svetdan umuman muammosi yo'q. Chiqamiz, o'ng qo'lda zalimiz, sirazi bu tomonda spalnimiz mavjud. Bu uyimizda, xonadonimizda hujjatlardan muammosi yo'q. Hovlini atmosferasiga besh ketdim. Mana bu tomonda kladovka, tandirxona, ovqat qilgan o'choqlari bor. Bu uyimizga kiramiz. Sirazi terrasa o'tiradigan joyi, uzungina, kengina ekan. Bu joyda mehmonxonasi, bu tomonda esa spalnisi mavjud. Inshaalloh bizga ham kamida shunaqa hovlilar nasib qilsin. Bizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Qaranglar. Bu burchagimizda molxona, qo'yxonaga joy tashlab ketilgan. To'g'rida hojatxonasi bor. Hovli qidirib yurgan tashlaringga bitta jo'natib qo'yinglar. Obuna bo'lish esdan chiqmasa, yana zo'r hovlilarni olib chiqamiz. Pastda raqamlar qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib baraka qilishlari mumkin. Bu fayzli xonadonimizning narxi kelsak, narxi $90,000 deyapti. Yana sunnatiga ozmoz o'tib berishadi. Ulgurib qolinglar, sentrda yashayman degan tanishlaringga jo'natib qo'yinglar. Hammalarga rahmat, salomat bo'linglar. Manzilda eslatib o'taman, Rishtonni qoq sentri oromchoyxonadan kirganingizda o'ng qo'lda 3-xonamiz. Ulgurib qolinglar, bunaqa lokatsiyada tez sotilib ketadi.